Let's go. You already know. Onasini yemsan takkoy. Nima takkoy? Takkoy narsa ekanmi? O'zi-ku ot bo'lib oldindan o'tib ketdi. Endi nima qilay? Ko'chani yarmi qiz bo'lsa, kimga qaray? Ot ekan deb qaraveradimi? Men ko'zingizni qising kerak bo'lsa. Oh, bala. Temani qattiq. Sen jinnisan? Jinniman. O'zi o'tib ketdi. O'zingiz qaradingiz, ko'z oldimda qolib shunga. Kechirasiz, bir minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Sizlarni uzoqdan ko'rib kelyapman. Ideal oilaga o'xshaysizlar. Конечно. Mani YouTube'da oilaviy temada kanalim borda, nomi Qisib yasha. Shunga sizlardan 2 og'iz intervyu olsam. Bo'ladi. Как kirras kerak edi-da. Birinchi bo'lib qanday tanishgansizlar? Sevgilar nimadan boshlangan? Birinchi uchrashuvimiz shunaqa ajoyib bo'lganki. O, ko'zingga qaramaysanmi? Sassiq. O, sen kimni sassiq deyapsan? Bijiq. Tushunmadim. Kim bijiqsan? Basharingga oynadan qaraganmisan? Urrot. O, shalaqa, asamgutingmi? Hozir tishlab tashlayman. Zo'r bo'lgan, ha? Ha? Oila qurishinglarga ota-onalar qarshi bo'lmaganmi? Ota-onalarimiz Agar o'sha megajinga uylansang, seni oq qilaman. bittada rozi bo'lganlar. Qaynonangiz sizga mehribonmilar? Qaynonammi? Kelin, men sizni juda yaxshi bilaman-ku. Janjalni o'zingiz birinchi boshlagansiz. Hali uyga boray, gushingizni to'g'rayman. U kishi menga qaynona emas, jannatim onam. Juda. Oilada munosabatinglar qanday? Juda samimiymi? Choose your destiny. Flawless victory. Men u uchun o'lishga tayyorman. Umrimni oxirigacha sevaman. Aka, siz topgan pulda ayolingiz qanchalik bemalol ishlata oladi? Choose your destiny. Sen tentakmisan? Kamiga 70 millionli oldim. Alayskidagi diamant tilla do'konida tillalarni bo'lib to'lashga berishayotgan. O'shadan bo'lib to'lashga oldim. Lekin ketar jafosiga shunaqa zo'r tillalar oldim, ko'rsangiz qotib qolasiz. Kim ruxsat berdi senga pullarimga tegishga? Yakida, yakaka. Hamma topgan pullarim xotinimniki. Bir so'mini ham erimdan ruxsatsiz ishlatmayman. Sizlarni ko'rib havasim keldi. Agar men ham odamlarga o'xshab uylansam, sizlarda yashayman.